Yur, xizmat patvorga ochil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muncha meni to'xtataverasan, maqilman sizga. Manda haydovchi huzurini taqdim qiling. Qizaloq o'tib kelyapsiz. Hujjatlaringiz sarq pishakda tushganman-da. Ay, singlim, mazli kelin qilmoqchi emasman. Qoida buzilgan jarima yozmoqchiman. Hech bo'lmasa strafovkangiz bordir, shuni bering. Nima straf subsid? Men komandir. Dori nima qilaman? Ot qiyin ekanda dori deb o'yladim, komandir. Menga qarang, yomon telba teskari gapiradigan qiz ekansiz. Qiyin so'zlar aytmang-da bo'lmasa. Singlim, vaqtimni olyapsiz. Xizmat faoliyatimga xalaqit qilyapsiz. O'zi bo'lmasiz, tushundim. Ay komandir. Tushunmadim. Nima qilaman buni? Choy ichasiz, eshitganman shunaqadir. Singlim, sizga tushuntirib bo'lmayapti. Tushing tezgina, moshani jarimaga olib qo'yaylik. Bilaman, gaynadan chiqib ketish uchun kattalar telefon qilish kerak. Mana shulang gaplashing. Alo. Kimga telefon berasiz? Buvimga telefon qilib berdim. Siz joydamisiz? Men o'zga telefon qilasiz. Bizga eng kattasi buvimda. Oling telefoningizni. Siz men buvimni ismayapsizmi? O'z buvim kelsa yomon bo'lardi. O'zi qayerda turadi o'zi? Qariyalar uyiga turadilar. Qariyalar uyiga?